always choose you. Obzorimizni Shunga brendi mahsulotlariga atadik. Har bitta mahsulotni hozir birma-bir tushuntirib, nima uchun va qanday ishlatish kerakligini aytib beraman. Birinchi bo'lib top chartni toraytiruvchi Shunga geli ochadi. Chunki bu absolutni har bitta go'zalimizning orzusiga aylangan mahsulot hisoblanadi. Shunga Hold Me Tight. Tabiiy va bezarar tarkibli ingredientlari eng toza va sifatli bo'lgan Kanada brendining eng nomer 1 mahsuloti namlab toraytiruvchi hisni beradi. Ya'ni sizda aloqangiz quruq va og'riqli bo'lsa, bu mahsulot siz uchun ideal to'g'ri keladigan toraytiruvchi gel bo'ladi. Srok godnestlari 2028-yilning 9-oy sentyabrigacha bemalol ishlatsanglar bo'ladi va ochganingizdan so'ng 2 yil davomida ishlatish mumkin bo'ladi. Birinchi ishlatishning o'zidayoq lazer toraytirish effektini beruvchi fantastik toraytiruvchi gel. Siz ham xarid qiling.